Bismillahirrahmanirrahim. Sura Nas. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan başlayman. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. İnsanlarning parvardigori, insonlarning podshohi, insonlarning ilohi Allohga sig'inib panoh tilayman. Malikin nas, insonlarning podshohi, ilahin nas. insonlarning ilohi Allohga sig'inib min sharril vasvasil khannas. Kishilarning dillarida vasvasa qilg'uvchi jinlardan va insonlardan bo'lgan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yoshurun shaytonning vasvasasining sharridan minal jinnati wan nas. panoh tilayman degin.